Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Mening ismim Navruzbek. 5 yildan beri yengil konstruksiyali ko'chma binolar ishlab chiqaraman, xudo xolasa. Bizning ishxonamiz, ya'ni zavodimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Mullatog'oy mahallasi 13-maktab mana. 13-maktabni pashtet to'g'risida. Xullas, kimga qanaqangi ko'chma do'kon, ya'ni qassobxona, mini market, kompyuter xizmatlari yoki sotuv ofisi, xullas 40-50 xildan ziyod biznes yo'nalishiga ketadigan yengil konstruksiyali ko'chma binolar ishlab chiqaraman. Sizlarga birma-bir tanishtirib o'taman. Narxi, dastavka, qayerga, nima hammasini materiallarigacha ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu qarshimizdagi ko'chma do'kon 29 million 900 mingga sotilgan. Toshkent viloyat Parkent tumaniga, ichidagi pirlavkalar bilan birga. Ichlari MDF panel qo'yilgan. Tashqarisi tunikafon, oldilari alyumin profil va to'rtlik shisha. Mana shu mashina o'zimizniki, olib borib o'rnatib berish, hammasi mana shu mashinamiz olib borib qurib beradi. Xullas, xaridordan hech qanaqa yordam so'ramaymiz. O'zimiz olib borib, o'zimiz o'rnatib, o'zimiz ishga tushirib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bu 5 metrga 3 metr razmer. Yana boshqacha razmerlar bor, ko'rsataman. 4 metrga 3 metrli Jizzax viloyatiga sotilgan 27 million so'm. Oldilari alyumin profil, shishasi to'rtlik. Profillari mana yaqinroqdagi 8 ga 8 profil, mana alyumin profil. Mana sponna silikon qilingan, germetika qilingan. Sovuqqa juda ham chidamli. Bunisi hop 6 metrga 3 metr. 6 metr 3 metr razmeri. Rangi mokrim maloshni. Xullas, bu ham juda ham sifatli. Narxi 30 million so'm sotilgan. 6 ga 3 razmer, ichlari MDF, bu ham issiq sovuqqa chidamli, 100% garantiya, xudo xolasa. Buni razmerlarini o'zingiz tanlaysiz. Bizda standart razmer 6 ga 3, 5 ga 3, 7 ga 3 sotilgani bilan o'zingiz tanlash imkoniyatiga ega. Xolasiz 10 metrli, xolasiz 20 metrli, enini xolasiz 3, 4, 5 ketaveradi. Xullas, siz xohlagan razmer, xohlagan rang, xohlagan ko'rinishda qilib beraman. Xo'p, bu o'zimizning ofis. Xuddi shu materiallardan, bir xil materialdan yasalgan, hammasi sifatli. Konditsioner bemalol ko'taradi ichini, konditsioner. Mana orqaga ikkita fortishka, eshik o'zim uchun qulay qilib qo'yib olganman. Sizga ham shunaqangi o'zingizga qulaydan yasab berishim mumkin. Mana devorlar MDF, mana devorlar MDF. Xo'p, konditsioner etdi, mana tepalar plastik, xullas polimiz MDF. Yana qo'shimchasiga nima demoqchiman? Uteplit qismiga kelsak, xohlasanglar 1 qavat, 2 qavat, 3 qavat uteplit qismlarini ham hattoki o'zlaringiz tanlaysizlar. Penoplast, stiklovata, poliuretan, sandwich panel, xohlagan uteplyonli materialdan qilib beramiz, xudo xolasa. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa, bemalol, xudo xolasa, siz yashab turgan hududga yetkazib beramiz. Podrobniy ma'lumot shu telefon nomerlarga telefon qilsanglar, xudo xolasa, chiroyli qilib tushuntirib, rasm, videolarni tashlab beramiz, yo'qsa bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi.